Uydan chiqqanda to'g'risida gul paydo bo'libdi-da. Travertillarni ishlash, ustalarning haqqi. Puxta qilingan ish reja bilan bo'ladi-da baribir. Shu besetkangiz necha pulga tushdi? Shu besetkachi 7000 atroflarida bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Oldingi videolarimizning birida Murod Building kvartirasini ko'rsatgan edik. Mana ko'rib turibsizlar, u yerda Abdurahmon akamning qilgan ishlar, ya'ni prorabliklarini ko'rsatib, shu xonadonni dizaynerlar bilan shug'ullangan Abdurashid bilan ham alohida video tayyorladik. Endi bugungi kunga kelib mana ikkovlarni bir joyga yig'dik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Demak, aytib o'taman, bugungi mana shu yozgi oshxonani Abdurashid arxitektura dizayneri va Abdurahmon akam prorabliklarni qilganlar, ya'ni qurilishlarni. Bu yo'q joymi-yu, restavratsiya qilinganmi, nima bo'lgan? Kim gapiradi menimcha? Bu o'zi hovlida hech narsasi yo'q edi. Shu Hoji akamlar uy egasi, men shu letniy kuxnya qilaman, o'zbekchalab yozgi oshxona qilaylik, qozonlar qo'yib deganlariga keyin Abdurashid akamizga murojaat qildik. Keyin kelib o'zlari bu yerda o'lchovlar olib, chunki hovlini ikki yog'i imorat, shuni o'rtasiga mos keladigan trotuarlar bor, gazonlar bo'lish kerak, hamma yoq beton bo'lib qolmaydigan darajada bular ishladilar. Mana o'zlari ham bir aytsinlar. Endi hozir bitta narsani tomoshabinlarga aytib o'tamiz. Mana ahamiyat bersanglar, u yoqda ta'mirlash ishlari ketyapti. Ya'ni xonadon egalari yaqinda ko'chib kelishar ekan, sal ovozi kelib turadi. Endi hech narsa qilmaydi, ahamiyat beramiz. Endi Abdurashidga savol. Abdurashid, buni yozgi oshxona deymizmi, yo'q qishki oshxona ham desa bo'ladimi? Yo'q, bu endi yozgi oshxona, endi hovlini markazida joylashgan. Butun hovlini obzor qilib tursa bo'ladi o'tirganda. O'rtamizda 480 chiqadi balonligi. Ha, juda balon. Endi hozir balkim mana syomkada pastroq ko'rinishi mumkin-u, baho bo'ladi, havo ko'p bo'ladi bu yerda. Bo'g'ilib qolmaydi-da hozir. Ilk o'tirganingizda baland ko'ringani baribir boshqacha-da. Tomni o'zini skatidan foydalandik-da, biz kak mansardada qilib uylarning ichida baland qilib foydalanishadi. Xuddi shunga o'xshab biz buni ko'tarib yubordik ichini. Ham dizayn bo'yicha chiroyli chiqadi, ham havo yaxshi aylanadi. Bunga saunani taxtasidan yasaganmiz. De faqat bu asinalar emas, o'zim beryozalar emas, o'zimizdan sasnadan quvurdik. Atidan ko'zligini tanladik. Nimaga esa ozgina ko'zi bo'lsa, rostakamligini bildiradi. Bitta savol. Nimaga aynan saunaniki? Endi saunani taxtasida o'shanaqa izi bo'ladi orasida, chiroyli ko'rinadi. Faktura. Yo'q, cho'nqirligi bo'ladi. Mana orasida ko'rsangiz yollari bor, izlari bor. Endi buni to'g'ri qilib qo'ysangiz polga o'xshab qoladi, u effekt bermaydi bunaqa. Tushunarli. Buni dekor sifatida ishlatib. Qatta olish kerakligini aytadigan bo'lsam, eng arzoni shu Samarqand darvozada. O'sha reykachilar mahallasi bor, o'sha yerga kirib razmerlarni o'lchab bersangiz qilib berishadi. Bozordan ancha-muncha arzon bo'ladi lekin. Bu ham baquvvat-da. Ham baquvvat. O'sha menimcha o'sha. Yo'q, sasna bu oddiy taxta, endi saunaga sasnadan qilib bo'lmaydi, chunki namgarchilikni ko'tara olmaydi. Bu lekin bizda nam bo'lmaydi bu yerda. Keyin uni ustiga bizni tepasiga izolyatsiya qilganmiz. Mana buni qarang. Shamolda qimillab turar ekan. Ha, shamolda. Oddiy holatmi? Oddiy holat. Ya, chunki masofa ko'p, unaqa borib kelmaydi. Uylar bor, unaqa qattiq shamol bo'lmaydi bu yerda. Agar bo'ladigan taqdirda ham men Hoji akamga aytuvdim, leska bilan to'rt tarafiga tortib qo'yamiz dedim. Leska bilan ko'rinmaydi. Mumkin, ko'rinmaydi lekin u. Keyin lyustrani ham qarasangiz, ortiqcha osilgan nimalari yo'q-da, shamolda unaqa o'ynab boshqa nima qiladi. Prochniy turibdi-da o'zi. Lekin narsa aytaymi? Bu ham bir o'zicha bir fon beryapti-da, Shobotada sal tabiiy demoqchiman-da. Menimcha bu lyustra agar alohida tursa, juda bir katta bahaybat narsadir. Bu yerda endi kichkina bo'lib ko'rinyapti. Nimani hisobiga endi? Hoji akam bilan biz buni magazindan oldik-da.
Uy egalari Hoji akam. Hoji akam uy egalari $250 oldik buni. Bu bozorda turganda magazinda Bektopning ikkinchi etajidan oldik. Juda ham katta edi. Hoji akam bu katta dedilar. Yo'q, Hoji aka buni olsa hali patologiyani yutib yuboradi dedim. Haqiqatan kelib ko'rib, kichkinasini olganlarni ham deb qoldim-da. Lekin ayni shu joyga juda ham mos tushdi, ranglari. Mana hozir shu kolonna tepasidagi regalar nima deyiladi bu? Shularni gapirib bering. Xo'sh, endi buni boshidan qiladigan bo'lsak, o'sha tagiga fundament qilib beton quydik. Uni ustiga 150 tali azbest truba, ichiga armatura tashladik. Keyin o'zbekchasiga murlat deb ataladi. O'zi to'rt tarafiga rigel. O'zbekcha gapiraylik, murlat, shveler tashaldi-da, keyin uni ustiga strapilarni tashladik va keyin tomni yob bo'lgandan keyin abroshotka tashlab, unga pena sepdik. U issiqdan, sovuqdan ushlaydi u. Keyin mana taxtalar ham qiyshaymaydi yozda. Issiqdan, sovuqdan ushlaydi, strom o'sha materialingizni materialni ham, xonani ham. Yozda mana bu yerda o'tirsangiz, tepadan suv o'tirsa o'tira olmaydi odam. Yozda chillada. Tegidan izolyatsiya qilinmagan quruq tunka bo'lsa, battar tegida qizdiradi, chunki quyosh urgandan keyin dimlanib. Quyosh 45 gradus bo'lsa, tunkada bir 60-70 bo'ladi. Yana ham ko'proq bo'ladi. U yana ham qaytarib ursa, mana bu taxtalar qo'jirab, oralari ochilib ketib qoladi. O'shaning uchun biz orasiga pena sepganmiz. Penani ham narxlari e'tiborimi? Bir kubasi $100 bo'lyapti Kanadaniki. Demak 10 santimetrdan kelsa 10 kvadratga yetadi. Bu degani kvadrat metri $10 dan degani 10 santimetr sepiladi. O'zi 12-13 sepsa yaxshi. Endi bu hovli bo'lganligi uchun, atrofda shamol borligi uchun 10 santimetr sepsa ham bo'ladi. Turetskiysi bor, u $85 deyapti. Aynan shu yerga qanaqasini sepdingiz? Bu yerga kanadskiyni sepdik biz. Yaxshisini sepdingiz. Sepadigan bolalar bor, Texnopena uz deb yozsa chiqadi. Shu Muhammad Boburxon degan bola bor, yaxshi bolalar. Eskidan bir 6 yildan beri shular bilan ishlaymiz. Dachalarni qildik, ko'p joylarni qildik. Bu reklama emas, prosta rostdan ustasi. Sizni o'sha Murod Buildingda ham syomka qilganimizda ko'p yurtdoshlarga nimasi yoqdiki, narxlarni aytib o'tganingizdek, shu besetkangiz necha pulga tushdi? Shu besetkachi 7000 atroflarida bo'ldi. Chunki mamutda toshlar mana yana o'sha qaytarib aytaman, travertillarni ishlash, ustalarning haqqi, buni faska ochish har bir metri pul bo'ladi, uni bilasizlar. Misol mramorlarni ham yuzidigini ham tom braun oldik, qizilrog'ini oldik, buni qorarog'i ham bor. Har xili bor. Har xili. Qizilrog'ini oldik, men pastidagi qizili bo'lgani uchun. Oyoq tagidagilari ham bu. Bu travertillar ham ancha ishlandida, bu yerda betonlar quyildi. Mana bu o'zi hammasini pulini chaqsa mana keyin boya gapimizni chala qolib ketibdi. Shu murlatni tagini gips kardon bilan o'radik. Bu gips kardon. Keyin tagiga yopishtirdik. Tagini ham xuddi shunaqa qonnini ichkariga kirgizib yopishtirdik, ob'yomni ko'rsatish uchun. Uni orqasiga podsvetka qo'yib o'rganmiz. Kechki payt kechqurun yonadi. Bir yonganda, futbol ko'rayotganda misol o'shani yoqib qo'ysa, juda bir sal cho'mliroq anaqa bo'ladi-da. Ana boshqacha effekt. Boshqacha ko'rindi-da, mana lustra ham shunaqa chiroyli ko'rindi-da. Ozgina yoqib o'tirsin. Juda ham zo'r. Alohida bu yoqdagi mana. Rabochiy zonaniki alohida. Mana ichidagi ham yoqdi. Qozonlar hamma yoqdi. Ikkala tarafi ham yondi. Mana qozonniki, ikkala tarafi ham bittada yonadi. Keyin bu rabochiy zonani mana tepasi alohida. Fresh Life. Farzandingiz qadrli, siz qadrlisiz. Demak, bu yerda chizganingizda birdaniga ikkita zona qilib qo'yibsiz-da. Bu yog'i ovqat qilishga rabochiy zonamiz, ishchi zona desa bo'ladi. Bu yoqda o'tirib dam olib o'tirishga. Keyin biz o'rtaga oldik, besetkani sababi ikki yoqda ham ajlinini qolsin. Ko'kalamiz qolsinki, kelovini uydan ajratib bo'g'ib qo'ymaylik. Bog' ichida o'tirganda. Agar bir yoq tarafga olganimizda bunaqa effekt bo'lmasdi-da bizda. Hozir endi sal g'alatiroq ko'rinyapti, lekin yashil o'tlar ekkandan keyin xudo xolasa juda ham bir chiroyli, bir shuni o'zi ham salqinlik beradi-da ko'rinishdan ham. Abdurahmon aka, shu yerda aynan shunaqa holatga keltirayotganda nimagadir qiyinchiliklarga ham to'qnashdinglarmi qurilish jarayonida yoki birdaniga shu yaxshi hamma yoq tekis bo'lib ketdi? Tekis ketdi. Tekis ketdi. Bu Hoji akamning o'zlari ham juda ham tekis odamlar.
o'shanga hech bir to'xtalish anaqa bo'lgani yo'q. Bitta talab qo'ydilar, mana bu devorimiz baland bo'lib ketmasin, chunki qo'shniga zarar bo'lmasin dedilar-da. O'yinlari yumshoq, bo'sh odamda qo'shniga zararimiz tegmasin dedilar. Shunga ko'tarmasdan Abdurashid, men besetkani tomini uchli yopgan bo'lsak, buni sindirib yopganmiz. Ya'ni u qo'lidan balon bo'lmasin. Lekin yomg'ir yoqqanda o'sha hammasi skatla to'g'irlangan, ko'chaga sliflar chiqib ketaveradi. O'tib ketmaydi. Yo'q, u yoqqa umuman o'tmaydi. Yaxshi. Abdurahmon aka shu yerda shu dachani eslatmayaptimi sal-pal? Ha, sal dachani anaqasi bor. Endi bu yozgi oshxona degani ham bir dacha deganida. Endi bundan o'tirib, choy ichib, dam oladigan joyda. Choy ichib o'tirishgan ekan. To'g'ri. Nima deydilar? Konstruksiya qilib qo'ysa ham bo'lardi. Xuddi imoratni tomidagi qilsa-da bu yerda. Ha, bu-chi, bu yozgi letniy kuxniyalar mana shunaqa stilda qilinadi o'zi. Nima desa, aslida dachniy variant-da bu o'zi. Bitta tomoni hamki, men uydan alohida bo'lib qolmasin. Xuddi yamoqqa o'xshab qolish kerak emas. Bizda uyg'unlash bitta qo'shilib ketish kerak. Bitta kompleks bo'lish kerak-da. O'shanga bitta qilib yubordi-da. Ham praktichniy, ham aytayotganlarda suv izolyatsiyasini qilinsa zo'r. Misol gips kardon qilsa ham bo'lardi bu yerda. Endi iloji bo'lsa tashqarida mana shu yog'ochdan qilgan baribir tashqarini bildiradi, tabiiy bildiradi. Oila hamma bilan birgalikda ayolingiz mana bitta ovqat qilsa, siz mana bitta unaqa alohida bo'lmasanda. Bitta hammani yig'adigan joy ekan. Juda zo'r aka-ukalar kelganda. Mana hozir o'zida ham sezilayotgan bo'lsa, shamol aylanyapti-da. Juda ham yaxshi, zo'r o'ylab qo'yibsizlar. Yurtdoshlar bilan o'rtoqlashsanglar-da, bu yerda asosiy ko'proq nimaga urg'u berdinglar? Endi bu yerda asosan endi yozda bemalol maza qilib o'tirish kerak. Keyin bu besetkamizni hovlimizni to'sib qo'yish kerak emas. Shu hovli bilan qo'shilib ketish kerak, uyg'unlashib ketish kerak. Hamohanglikda. Endi bu yozgi oshxona bu kundalik foydalaniladi asosan, lekin endi o'sha yig'inda boshqada ham juda foydali narsa-da bu. O'choqlarimiz qilish mumkin, barbekyu qilish mumkin. Endi mana bu yerga sadovoy mebel bor. O'shandan qo'ymoqchimiz. Demak, bu yerga hali olib kelishimiz kerak. Faqat stol bo'lmas ekanda. Yo'q, bu stol bo'lmaydi. Sadovoy mebel degani to'qima, quyosh tushsa ham. Qarang Abdurahmon aka, oyoq tagiga ahamiyat bersakda, juda bir massivni, chiroyli qilinganda, bu nima deyiladi? Bu oyoq tagiga mana bu kichkina fishkalarini injiskiy toshdan qilingan, amam kattasi travertindan qilingan. Buni tegini hoji akam cho'pli pol qilish kerak deyildi, cho'pli pol qilib yubordilar. Buni tegi cho'pli pol. Hozir tegi cho'pli pol buni. O'sha mobodo ham bemalol o'tiradigan joy. Salqinroq bo'lganda ham o'tirganingizda oyog'ingizdan zax o'tmaydi. Ahamiyat bering, yurtdoshlar, mana shu narsasi, demak, shu Indiyadan kelganmi, Hindistonniki qatdan olsa bo'ladi masalan bu narsalar. Yo'q, bular bemalol bozorda bor. Bemalol. Hindistonniki deganda u yoqdan keltirilgandimi? Aha, u yoqdan keltirilgan tosh tayyor. Bular travertin. Buni biz anaqadan qilmadi, hoji akam bilan gaplashdik-da. Buni endi fibrobetondan qilsa ham bo'ladi o'zi. Keyin uni ustidan kraskalash mumkin, misol. Endi men aytdimki, hoji aka shuni ozgina pul ko'proq ketishi mumkin, lekin travertindan qilsak, ham sifati yaxshi bo'ladi, urilganda uchib ketmaydi hech qati. Misol bollo bu narsa bilan tegsa, sal uchib qolsa kraskasi ketadi, tegidagi sement ko'rinib qoladi. Burchaklari. Endi bu rostakam travertin bo'lganiga, bu praktikada ham hamma narsada yaxshi, ham chiroyli. Mana uzoqdan qaraganda ranglarni keltirish ham hamma narsa chiroyli bo'ladi. Kanlarda ochuv joyida-da, misol. Navis tegida emas bu. Baribir uch tomoni ochuvda bizda. Qor yomg'ir urishi bor, boshqasi bor. Отделка qilsak, baribir ozgina vaqt o'tgandan keyin o'zgarishi mumkin. Bu tosh turaveradi, uni o'zgarmaydi. Keling endi o'rtoqlar, mana shu zonaga kelsak, bu nima deyilardi? Astrobokmi nima edi? Ostrov deyiladi. Bu faqat betondan ishlangan, bu surilmaydi. Keyin bu yerga mo'ykani men Abdurashidga Mamutga qo'yamiz desam, Abdurashid hech rozi bo'lmadi, shu yerga qo'yamiz. Shu yerga qo'ysak, mana bu yerda qo'l mevalarni yuvishga ham, tozalashga ham, keyin yuganda qozonga hech narsa ham sachramaydi dedi. Endi bu bizni praktika qilamiz, lekin bu o'qigan institutda. Bu oliy ma'lumotli. O'shaning uchun bu chizadigan, o'shanga bu juda ham chiroyli chiqdi deyman. Endi buni ham o'zini sababi bordir. Qani aytingchi, nimaga o'rtaga oldingiz? Endi o'rtaga olganimizdan sababi o'tganlarda bu qozonni oldida bo'lsa, ovqat qilayotgan odamga xalaqit qilishimiz mumkin. Idish tovoq yuvishingiz mumkin. Balki misol aytganlarda meva-cheva chayadigan bo'lsak, boshqa qilsak, ozgina ishlayotgan odamga xalaqit qilish mumkin. Keyin bu yerda o'tirgan odam ham foydalanishga qulayroq. Demak, kelib qo'lini yuvib ketishi mumkin. Shunaqa. Pilalarni chayib ketishi mumkin. Shu aytganlarda Abdurahmon aka bilan maslahat qilib qilamiz, chunki yaxshi chiqsin deb
harakat qilamiz-da biz ham. Abdurahmon aka sportlashib ham ketasizlarmi? Ha, bo'laveradi. Ish bo'lganda bo'ladi, ha, bo'ladi. O'shanda masalan yoshiga qarab yoki kimdir menda ovoz ko'proq bo'ladimi yo ish Yo'q, ish bo'yicha, faqat ish bo'yicha ketadi. Yaxshi chiqadigan narsani qilishga harakat qilamiz. Sportimizda ham ishda u shaxsiyatga tegmaydigan, yaxshilik uchun. yaxshilik uchun qaytga qo'ysa u yaxshi chiqadi, praktichniy. Chunki minuslarni ko'rib chiqamiz-da keyin. Endi hozir aynan shu nima bu tandirmi, barbekyumi nima deyiladi? Barbekyu o'sha shashlik yo barbekyu pishiradigan joy deb ataladi. O'shaning tepasida ventilyatsiyasi bor, tortib ketadi. Bu butaforiya emas, bu rostdan ishlaydigan. Ha, rostdan ishlaydi. Ha, rostdan hatto mana qozonni tepasiga ham qildik. Mana qozonni tepasida ham bor. Buni ahamiyat beramiz o'rtoqlar. Bu anaqa ekan, bu chiroy uchun emas, tortar ekan, ichi maryo'lik ham qilingan. Chunki artib tozalashga chirog'i ham bor ichkarida, qozonga tushib turadi, mana ko'ryapsizlar. Ichkariga dudburuv chiqib ketgan. Qozondiga chiqqan o'sha hidlarni tortib ketadi. Aksiyatkalar baribir kerak-da, o'tganlarda. Bu yaxshi narsa. Ovqat quvas, boshqa quvas ko'rib turishingiz kerak-da, nima bo'pti. Lekin juda ham ajoyib chiroyli qilingan ekanda. Bu yerda masalan mana o'tni soladigan joylari ham, keyin pulini oladigan. pulni oladigan. Bu gaz ulanmagan bu yerga demak. Yo'q, gaz ulanmagan. O'tinda qilinadi. O'tinda qilinadi. Haqiqiy choyxonachi ovqat qilinar ekanda. Shuni tegi bekor bo'sh qoldirmagansiz. Mana buni tegi endi o'sha o'zi chiroyli bo'lish uchun dizaynda Abdurashid aytgandek o'tinlarni taxlab qo'yish kerak. Kesilgan. Tayyor. Chiroyli ha, chiroyli ham turadi. Rabochiy zona o'sha aytganimizdek. Men hozir bitta narsani bilib qoldim. Tomoshabinlar mana bunaqa kelib turganda oyoqni bemalol qo'yib turishga ham zo'r joy qilib qo'yibsiz. Bilib qoldim shuni. Juda ham qulay. Oyoq urilmaydi shunda ovqat qilganda, bunda hali engashib qolmaydi-da. Endi nargi qozon bir xilmi shunda? Yo'q, bu kichkina, bu katta. Mana yoniga kelgan vrizni gaz ham qo'ydik bu o'tga. Misol uchun qozonni qilmaydigan bo'lsa, o'tin yoqib, mana bunda ham bemalol qaynatma sho'rvalami, misol uchun kattaroq bemalolda. Ha, choy qaynatish mumkin. Yaxshi totganlarda har doim o'tin ishlatmayman, gaz ishlataman deydigan odamlar, gazni ham sharoitda bu qulaylik. O'sha yerga rozetka tashab ketibsizlar, yerga nimadir mo'ljalladinglarmi deyman-da. O'tga endi ventilyator qo'yish mumkin. Shuni tashab ketaverdik. Yaxshi qo'shimcha nima bo'lib qolibdi-da. Bu yoqda ham mana Bu yoqda ham xuddi o'sha hamma o'sha anaqalar qo'yishga, ovishlar qo'yishga, hamma narsa qo'yish uchun joy tashab ketdik. Endi hozir mana shu narsa Abdurahmon aka bu bekorga bu yerda turib qolmagan, bu yerga nima ventilyator qo'yasizlar deb. Abdurashid bilan gaplashdikda, televizor qo'yadigan joylarni o'ylab, mana shu yerga televizor qo'yadigan bo'ldik. Hozir bu endi to'g'ri kraskalanmagan, qoraga kraskalaymiz va ozgina kesamiz. Bunda antennalari ham bor. Televizorni bu yoqqa qaratib qo'yamiz. Boshqa xalaqit bermaydi. Yo'q, boshqa xalaqit bermaydi. Mana Mahmudgacha kelasiz, kelsangiz bar televizorga yaqinlasha olmaysiz. Lekin Mahmudda o'tirganda kechki paytlarga juda ham chiroyli bo'ladi. Televizor ko'rib, futbol ko'rib, mana futbolga futbol ko'rishga juda zo'r. Buni hozir oxiri hali tugamagan-ku, o'rtada nimadir bo'ladi dedingiz, boya telefonda ko'rsatam. Shu mana oxiriga, mana shu joyga fontan chizgan Abdurashid. Suvlar hammasi olib kelib qo'yilgan. O'sha fontan otilib turadi. Kelib ko'rsating. Mana shu oramizda 4,5 metr bo'lsa, 5 metr. Shotga betondan quyib, hamma narsa olib kelib qo'yilgan, suvlar, kanalizatsiya, shot fontan bo'lib turadi. Tashab ketilibdi. Tashab ketilgan. O'sha yerda mana ikkita chizig'i turibdi-yu, shu dekorda bu, to'g'rimi? Chetdagi plastrimiz Shu to'g'risida gapirib bering shuni. Yuring, shu yoqqa boramiz. Kel. Juda bir chiroyli joy ekan o'zi ham. Bu o'zi devorlarimizni travertindan qilingan, o'zimizda ishlab chiqarilgan travertinlar bir $7 kvadrat metri. Bu bo'lsa mana hozir yangi chiqqan anaqalar bor. Penalar zichligi ko'proq. O'zbekchalar esa pokedan qilingan bu. Poke bu, ha. Ha, qattiq. Sement asnovida ustini izolyatsiya sepilganda, keyin kraska bilan mana bunaqa usul berib chiqilgan. Lekin juda ham chiroyli turibdi, bir o'zigacha-da. Bundan panjaralarni davomini nimasini ko'rsating. Shunaqa. Bu pastga ham qildiribsizlar-da. Ha, mana pastlarda ham bor. Keyin men podsvetkalarni ham bir xil olganmiz, yo'lagiga ham, bo'tlarga ham, hovlilarga ham. Bu ham shunaqa bir hovliga mos, unaqa bir natsionalniy anaqani ishlatmadik bu yerda. Ko'rinib turibdi-ku, hammasi bir zamonaviy anaqada ishlandi. Ishlarimiz ham 3D qilib chizilgan, xuddi bo'rtib turganga o'xshaydi, lekin bitta tekislikda joylashgan. Yo'q, bir tekis, bundan 3D ga o'xshagan forma berilgan. Turganga o'xshab ko'rinyapti-da. Biz metrni olib boshida mashinaning o'rniga mana yerda yog'ochlarni olib tiqib
chiqdi u birinchi. Ko'rdinglar, qanaqa ko'rinadi To'rtta ekan? kolonnani qo'ysa, o'zi sal bizani ko'zimizga kelyapti. Просто hoji akam aytdilar, hovli sal yarimiz ketyapti. Yo, mana hozir bunda qarasangiz, devor yo'qligini hisobiga bemalol mana shu nari tomlar ham даже ko'rinib turibdi-da. Mani nazarimda shu mana shu ham ochiq qoldirgansizlar ozgina joy. Shu ham yaxshi ko'rinyapti-da, menimcha. Agar bu yoqni yopganimizda shu shamol aylanmasdi-da hozir. Har holda mamlakatiga aylanyapti-da bizda. Ham uni ustiga ko'rinishdan vizualni ko'rinish Shunaqa, chiroyli turibdi. Agar masalan shu yopishib ketganda Yopganimiz bu uylarga ham xuddi qorong'i hoji bo'lib qoladi. ketganda yopilib qolardi, hovlini yarmi yo'q. Yarmi hozir vazdushni bo'lib turibdi, xuddi alohida o'zi turgan. Abdulash hozir aytgandek, men bu uylarga ham kunbashdan tushiradi keyin. Men bu uylar ham bor mana. Lekin havo aylanishiga qoldirgansiz, Shunaqa, shu havo aylanishi bu uylarimizni to'sib qo'yib, qorong'i qilib qo'ymasligimiz ham kerak-da hozir. Agar chizmasdan qilsak, buni biz qila olmasdik ham. To'g'risi-da, bir o'ti qiyshuv, o'shaning uchun bular proyekt qilib bersa, keyin biz uni ijro qilsa, u juda ham zo'r bo'ladi lekin. Ana hozir aynan zo'r narsa to'g'risida gapirib qo'ydingiz-da, yurtdoshlar. Endi hamma demaymiz-ku, ko'pchilik shunaqa o'ylaydiki, chizdirib nima qilaman, mana prorab keladi, o'zi qurib tashlaydi. Demak, siz bunga qarshisiz. Yo'q, to'ppa-to'g'ri, lekinchi endi hamma sharoitga qarab qiladi-ku o'zi. Lekin chizdirilgan afzal. Nega siz 2 marta pul ishlatmaysiz? Keyin oldindan nima qilmoqchi bo'lganingizni aniq ko'rasiz. Xonangiz nechiga nechi, balonligi nechi. Keyin bular bitta o'sha proyekt chizib berganda 3D'sini ham qilib beradi, ya'ni yuzini ham. Xuddi shu tasavvur bo'ladi. Ha, uyim qaddi bundoq bo'pti, derazasi katta, kichkina. Endi oldingi o otamligim zamonligida bitta uy, bitta daxli solingan, katta yoshli odam kelgan, mashdan shunday solasan degan solon urgan. Ayvon ishda qona. Bo'ldi. O'tdi endi to'g'ri o'sha zamonasiga qarab sharoitga. Hozir endi insonning o'sha sharoiti bo'lsa, mablag'i ko'tarsa, albatta chizdirsa, 2 marta pul ishlatmaydi. Juda. Endi bu yerda ortiqcha rasxodga o'xshab bilinishi mumkin chizma, lekin shu puxta qilingan ish reja bilan bo'ladi-da baribir. Qog'ozda bizda o'zgartirish oson. Nimadir sizga yoqayotgan bo'lishi mumkin, lekin uni chizmada ko'radigan bo'lsangiz, sizning tasavvuringizdagi narsa yaxshi chiqmasligi mumkin-da. Bu degani chizmada yoqmadimi, ertaga qurganingizda ham sizga bu narsa yoqmaydi. Aytmoqchimanki, oldindan pul sarflab buni qurib turib, uni yoqmaganini ko'rmaysizda, buni qog'ozda ko'rib olasiz oldin. Variantlarni ko'rish mumkin. Qog'ozda o'zgartirish oson. Pulni tejab berar ekan. Albatta, pulni tejab beradi. Abdurashiddan siz so'rasamda, Abdurahmon akam yonlarda so'rayman. Prorab ko'proq ustani yonini oladimi yoki dizayner, arxitektorga yon bosadimi? Problem o'zi har xilda. Misol uchun Abdurahmon akam dizayn bo'yicha qildikmi? Aytadilar-da, misol uchun uy egasi pul to'layapti, nima uchun? Dizaynga to'layapti. Shu narsani xohladimi? Shu narsani biz joyida realizovat qilishimiz kerak, ya'ni amalga oshirishimiz kerak deyiladi. Iloji boricha dizayndan chiqib ketmaslikka harakat qiladi. Endi mabodo orada texnik bizda savollar boshqa bo'lib qoladigan bo'lsa, uni maslahatlashadi. Mana shunaqa qilib bo'lyapti, shuni sharoiti mana bunaqa, shuni kelib chaqirali, kelaman, ko'ramiz, maslahatlashamiz-da, shuni to'g'ri yechimini topishga harakat qilamiz. Shu siz aytib o'tgandek, misol prorablar ham bor, asosan ustalik yon bosadi. Bu yerda endi ustalik yon bosishiga sabab ham bo'lishi mumkin. Qilinayotgan ish har doim bir xil bo'lavermaydi-da. Yengil narsalar ko'pchiligiga yoqmasligi mumkin. Chunki u ortiqcha vaqt talab qiladi, ish cho'zilishi bor. Har doimgi narsa emas. Lekin uni qilib amalga oshirgandan keyin bu o'zligi uchun ham bir yengillik hisoblanadi-da. Keyinchalik baribir o'shani qo'llash oson bo'ladi. Do'stlarda ko'rgan domimizda zal bilan kuxnyani bitta qildik. O'sha o'tda oldin detskiy turuvdi. Uni olib tashab qildik, kuxnya bo'ldi, juda ham bir originallik chiqdi-da. Joyini shaxmatga o'xshab o'zgartirib tashlar ekan. Ham yorug' tushadigan bo'ldi, ham ikkalovi samishonning bo'ldi. Bir-biridan foydalanish osonroq. Kuxnya zalga yaqinroq ham bo'ldi. Mana o'sha hozir aytganimizdek, mehmon keladigan bo'lsa, hozir begonalar kelmayapti-ku. Aka-uka, opa-singillar kelyapti-da. O'sha kuxnya bilan ochuv bo'ladigan bo'lsa, birga o'tirish, yana ham kengroq, kattaroq, yorug'roq harakatlar, u baribir kelgan mehmonlar ham 2 soat, 3 soat o'tiradi, unaqa juda ham ko'p qolib ketmaydi. Agarda o'sha mablag'i bor odam prorab ishlatsa, yomon bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki o'zi boshini og'ritmaydi. O'zi ruschada o'sha kanallarda ham ko'ramiz, aytadi, remont bu juda ham katta problema deydi. Nega desa, yolg'onchilik, gapida turmaslik, va'dasizlik, aytganini vaqtida qilib bermaslik, pulni olib kelmaslik, juda ham komandaga bog'liq emasmi? Bog'liq. Lekin yarmisidan ko'p, endi men ham o'zim usta bo'lganman, yarmisidan ko'pi shunaqa ish bo'ladi. O'shaning uchun ustani lafzi yo'q deb ko'p gapiradi. Hammasini emas, yarmisidan ko'pi. Chiridimi shunaqalar? Ya bo'ladi.
Nima qilasiz shunaqa paytda? Oxirigacha indamay ishlaysizmi yo javobini berib yuborasiz? Endi vaziyatni ko'ramiz-da, bir narsa deyish qiyin. Lekin o'sha narsani biz ichida yurganimiz uchun bizni ko'tara olamiz. Lekin mana bunaqa sharoitda bor anaqalar uni ko'tara olmaydi-da. Hammasi bir-biriga bog'liq. Agar bitta adashsangiz, xato bo'lsa, hammasi ketdi. O'zgarib ketib qoladi-da, rejadan chiqib ketamiz keyin. Sizga bitta savolim bor-da. Arxitektor bilan dizaynerning farqini tushuntirib bering, Abdurashid, yurtdoshlar uchun. Marhamat. Arxitektor bilan dizaynni, arxitektura endi qurilishingizning asosiy nima deydi? Asnovasida, asosi. Negizi. U yerda hamma narsani hisobga olasiz. Texnik tomonlari, finansiy tomonlari, misol uchun odamlarga o'sha aytganimdek yashashiga, dam olishiga, ishlashiga sharoit qilib berishingiz kerak. Ishlash deganimki, mana рабочий zonamiz, kuxunniy zonalar bu yerda ish ketadi, boshqa bo'ladi. Dam oladigan joyimizda dam olish kerak, uxlaydigan bo'lsa, uxlaydigan joy, sharoitni hammasini yaratish kerak. Albatta, texnik tomonlarni hisobga olish kerak. Aytmoqchi bo'lganimki, arxitektura bilan dizayn bu alohida narsa emas. Bitta narsa. Bitta. Arxitekturani bilan parallel bu ketadi. Demak, aytmoqchisizki, arxitektor dizayner bo'lishi shart. Albatta. Chunki unga arxitektor bo'lgandan keyin buni oxirgi natijasini bilish kerak, o'zini chizayotganini. To'g'ri. Lekin juda zo'r javob berdilar. Gap yo'q lekin. Nima qo'shimcha qila olasiz? Bu to'ppa-to'g'ri gapirdi Abdurashid. Arxitektor bo'lib chizib bersa, dizaynni o'zimizga qiladiganlar ham bo'ladi. Lekin unda oddiy bo'ladi. O'sha tekis gipskartonlar aboylar yopishtiriladi, bo'ldi. Ijodiy yondashmaydi. Yo'q, u oddiy o'sha. Endi bunaqa odamlar ham bor. Misol uchun ba'zi birlarga mablag'i to'g'ri kelmaydi. Chunki bu dizayn, misol arxitekturasiga bitta pul olsa, interior dizaynga ham bitta pul olishadi alohida. O'shaning uchun har xil o'sha boyagi gapga yana taqalaveradi. Akalarni dizayn zakaz qilyaptimi? Demak, mablag' bor. O'sha mablag' tikmoqchi bo'lgani uchun dizayn qildiradi-da. Yaxshi. Endi hozir nima hamdirdik, yurtdoshlar, mana Abdurashid, Abdurahmon akam bular ikkalovligi tandemda ishlar ekanda, shunaqa chiroyli joylarni yaratishar ekan. Marhamat, videoni oxirida telefon raqamlari bor, murojaat qilishingiz mumkin. To'g'ri aytdim. Keyin bitta narsa hozir sal noto'g'ri aytib ketdim. Bitta mablag' tikmoqchi to'g'ri. Mablag' tikmoqchi bo'lganlar zo'r, original narsa xohlashi mumkin. Nima deydi? Mablag'ni to'g'ri sarflash ham bor-da bu yerda. Joy-joyiga qo'yib. Bu yerda katta pul tikish emas, ozgina pul bilan ham chiroyli natija qilsa bo'ladi-da. Faqat o'sha aytganingizdek hammasini joy-joyiga qo'yib, proporsiyasi bir-biriga moslashtirsa, kichkina mablag' bilan ham chiroyli narsa qilsa bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, juda ham to'g'ri aytdingiz. Endi qarang, o'sha yerdagi gul. Shu nima edi? Malayziyaning guli dedingiz. Bu nima dedi? Orxideya. Buni hozir bitta ukamiz bor. O'sha yerga borib gapirsak-chi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, shu yerda hali ham shu ta'mirlash ishlari ketyapti, adashmasam. Darvozani qilishyapti Abdurahmon aka. Riflonni anaqa tunkalarni yopishtirishyapti. Oxirgi shtrixlari bo'lyapti. Oxirgi shtrixlar bo'lyapti, xudo xolasa. Endi hozir betga kirganda mana ko'rinib turibdi. Haqiqiy o'zbekning xonadoni, uzun darvozaxona, keyin to'g'ri bundoq kelganda bu yoqdan paradni vxod kiraverishi ekan xonadonga. Juda ham chiroyli qilingan ekan Abdurashid taxtalardan. Endi bu yoqda shundoq uydan chiqqanda to'g'risida gul paydo bo'libdi-da, shuni aytib bering, bu kim ixtirosi o'zi? Biz keldikda, hovliga letniy kuxni qurayotganimizda mana bu yerga qarasam bo'sh ekanda devor. Keyin aytdimki, Hoji aka, masjidga Hasanboy degan ukam bor. Toshkentda ko'pchilik taniydi. O'sha ukam bor dedim, o'sha orxideyadan zo'r gullar qilib beradi, barelyefli. Dudim, yoqdi o'zlariga. Darrov chaqirdimda, keyin ko'rsatdingizmi joyini? Yo'q, telefonda ko'rsatdim. Telefonda ko'rdilar, endi menga ishonadilar. Juda xursand bo'ldilar. Keyin bu yerga ishladik va mana bu yo'lga 4 ta bira qo'ydik. O'sha bira qo'yganimizdan keyin mana bu chetiga ham gullarni ishlab yordik. Xuddi buni o'sha orxideya gulini olib o'sha yerga 4 to'loviga 4 xil qilib qo'yib yordik. Ya'ni bundoq bo'lgan yechimi birdan paydo bo'lib qolmaydi. Kirib kelganda bundoq ansambl bo'ladi. Yaxshi. Menimcha nafaqat kirib kelish, uydan chiqib kelganda ham to'g'risida ochib qo'ysa. Hoji aka ham endi aytayaptilar, mana shu joyga deyaptilar, divan kreslo qo'yaman deyaptilar. Ana kerak. Mamletga televizor qo'yaman deyaptilar. Shu yerda ham bir qish paytlarida eshikni yopamizda, hovliga o'xshagan joy. Mana bu cho'plik pol. Yo'lga ham cho'plik pol. Mana shu eshikni yopamiz, masjidda qor yomg'ir yog'ganda tabiatni hovlidan tomosha qilib o'tiramiz dedilar.
Abdurahmon aka mana qarang, yo'lda, kirurishda, mashina turadigan joyda teplый pol qanchalik zaril? Endi misol uchun qishda mashinani qizdirib o'tirilmaydi. Misol uchun yo'lda o'zimizning yo'ligimizni ochiq, o'shanga ozgina qizdiramiz. Lekin bu yerda mashina ham issiq turadi. Deb o'tirgan. Bu yerlar yopilganda xonadek bir xonada suv bo'ladi. Keyin mashinaga o'tirganingizda muzdek sidinaga o'tirmaysiz. faqat mashinaga emas, Umuman divan kreslo hamma narsa ham ilu juda chiroyli bo'ladi. Yana bitta narsasi, unga kirishda ham уже tambur hisob bilamoqda-da bu yerda. Issig'i bo'lyapti. Ichkari ham issiq bo'ladi. Shamol kirib ketmaydi, eshikni yopsangiz, shunaqa. lekin zo'r o'ylangan ekan-da. Mana bu ham qarang, juda chiroyli. Yoruvchi uchun tepasini hammasini bu Hoji akamning o'zlarini ixtirolari. Bu hammasi dizayner ekan. Ha, o'zlari ham yaxshigina dizaynerlar. Shu tepalarini shunaqa qildilar. Lekin mani g'oyam bo'ldi. Qolgani o'zlariniki hammasi. Cho'pli polni ham Hoji akamning o'zlari qilganlar. O'zlari etib. Lekin mana bu brani oldiga qo'yilgani juda zo'r bo'libdi. Sababi bra bu yerda yana ham bo'rtib ko'rsatadi-da, yoruv, soya. Rangini ham tanladik. Buni ham Endi barelef bo'lgandan keyin bo'rtmi gulda hozir. Bitta ikkita emas. Bitta rangi o'zi haligi videoda aytganingizdek har xil Grizaylik qilinganda, faqat bitta narsasi mana bu to'q ranglari, soyalari ozgina to'q rangda qilingan. U ham ko'rayotgan bo'lsangiz bra bilan bir xil bo'lganda. Davomi shu. Davom qilingan. xuddi shu birani ham Bekto'pidan oldik. Shu bu birani shu sal eslolmayapman, 250 milliondan oldik, yanglishmasam. Sal eslolmayapman. Zamonaviy ekan. Juda, rosa taniq. Buni qorasi borligi uchun mana so'kilimizda ham qora bor-da, granit. O'sha bilan ja chiroyli bo'ldi. Keyin tepaga ham ko'tarmadik svetni. Atidan tepaga ko'tarsak bir xunuk bo'lib qolardi. O'sha o'rtarog'iga qo'ydik. O'rtan tanlab qo'yibsizda. Keyin buni nimada ishlanishini aytadigan bo'lsam, buni shu rotbanda ishlanadi. Shpaklyovka deyiladi o'zi. Endi buni ishlagandan keyin uni ustidan mana biz atechento kraska berib yubordik. Buni pulini ham aytsam yaxshi bo'ladi, menimcha. Buni puli endi bular Hasan Xudojnikda, u buni boshqa bolalarni ham ko'rdim, to'yxonani qilayotganlarni ham ko'rdim. Ularda o'sha bir 3 metr, 4 metrdan chiroyli ko'rinadi, lekin bunaqa yaqin turganingizda sal qo'pol, kamchilik, qiyshuvlik yoki bir-biriga mosmasligi bilinib qoladi-da. Rassomning kuchi. Ha, u o'qigan bola. O'shaning uchun bularning narxi sal qimmatroq, 70-100 dollar ichida bo'ladi 1 kvadrat metr. Chetda necha kvadrat? Mana shu bizda bu yerda hozir 4,5-5 kvadrat chiqadi. Demak, taxminan 550 dollarlar bo'ladi, demak. Materialdagi narsalari bilan, hamma narsasi bilan. Bitishi bilan. Issiq sovuqdan qo'rqmaydimi? Yo'q, bu ustini o'sha atechento bilan yopganmiz, hech qanaqa qo'rqmaydi. Lekin xonadonni ichkarida qilsa unaqa qilinmaydi. Yo'q, xuddi shu qilaveradi. Xonaning ichida ham xuddi shunaqa ketaveradi. Endi albatta bunga suv qor tegadigan bo'lsa, u o'sha boshqacha unga anaqa qilishimiz kerak bo'ladi. Kraskalari, ustidan yopadigan laklari bo'ladi. Izolyatsiya qilish kerak. Yana bitta narsada mana yurtdoshlarga qiziq bo'lishi mumkin, tomoshabinlarga ko'proq qanaqa joylarga ishlatsa bo'ladi buni? Masalan, zinaxonada ko'rdik bitta. Keyin mana hozir darvozaxonada, yo'llarda ko'rdik. Yana qayerda ishlatsa bo'ladi? Nu endi asosan shunaqa joylarda. Oshxonada ishlatsa xato bo'lmaydimi? Yo'q, oshxonada uncha yopishmaydi lekin. Juda ham chiroyli chiqmaydi. Zorli devorigacha. Endi zorli devori joyimiz agar bo'lsa, shunga mos joy bo'lsa, qilsa bo'ladi lekin. Demak, ko'proq men tushunishimcha yo'lakda ko'p. koridor, zinaxona. Men sizga bitta rasmni ham tashlab yuboraman, ko'rsatasizlar. O'sha yo'laga 6 metrga 2,5 metrli otlarni chizganmiz. Men siz bitta tashlab beraman, bitta hamma mazaqlarga tomoshabinlar uchun ko'rasizlar. Ketganda nariga ikkita yoniga ham qilsa zo'r bo'ladi. O'tda ham bor. Agar qilaman desangiz, keyinchalik yana ikkita yoni, bir kelishdan qaraylik. Shu ikkita chetiga, mana. Shunda kirganda ko'rinadi ham. Bisetga qarasangiz, Mana Abdurahmon aka men tushundim. Mana hozir Abdurashid qarang, dizaynerlik ko'zi bilan qaradida, bunaqa narsalarni umumiy planda ko'rinadigan joylarga qo'yilar ekanda, ko'z tushadigan joylarga, to'g'rimi? Endi aytayotganlaridek ancha mehnat talab qiladi, qo'l mehnati, mablag'. U narsani qilgandan keyin ko'rinib turishi kerak-da, baribir shuncha mehnat deysiz. Joyida bo'lish kerak-da. Hozir mablag'ini bildik. Mehnatida qancha vaqt oladi mana shu buni qilgandan keyin bir 4 kun 5 kun tegmadi bunga. Ozgina qurib olish kerak, qurib olgandan keyin shkurkalaydi. Umuman qurib olgandan keyin уже ustiga mana pardozini beradi. Taxminan umuman noldan boshlagan bir haftadan sal oshiqroq ketadi. Umumiy hammasiga. Hammasiga.
Ancha qo'llab qo'yar ekan. Ha, ikkita odam kelib ishladi. Endi ular biladiganlar. Biladiganligi uchun tez bo'ldi bu. Agarda etap hammasini biladi. Buni qilib turdi-da, narigilarni qilib ketdi. Qotgandan keyin buni qildi. Agarda o'sha boyaga aytganimdek Bo'rtishi ham ko'p-da. ha, uni qurishi bor. Qalindi endi hozir bir 5 sm chiqqanda mana shu barelyef. Chiqiladi. Vaqt ketadi. Menga bilasizmi nimasi yoqdi? Qarang, qichqatdan svet tushmayapti, ko'chani nuri tushmayapti-da, xuddi o'zini soyasi bordek, O'sha tirada tushib turgandek bo'lyapti. Tirada degani shu. O'shaning uchun men unga yo'nalishini aytdim, lekin nima bo'lishini aka mana qilib beraman deb qalamda bundoq chizdi-da, keyin bir pasda Agar tashladi. bunaqa gullarni yana ham ko'rsatamiz desak, tepadan agar ikkita brami, ikkita chiroq qo'yadigan, podsvetka beradigan bo'lsa, yana ham. Chunki tepasidan tikka berilsa, soya ko'proq tushadi-da, hozir bu yana ham bo'rtib ko'rinadi. Endi bu originallikda, bu shot uchun qilingan narsa. Hech qanday individualni qilindi-da bu. Afterli deyiladi-da. Ha, u qo'l bilan. Abdurashid, qotgan ishingizga baraka tilgayman, sog' salomat bo'linglar. Abdurahmon aka, shunaqa qiziq joylar bo'lsa, chaqirib turinglar, syomka qilib, yurtdoshlarga ko'rsatishdan biz charchamanglar. Yana xudo xolasa ko'rishamiz degan umiddaman. Ishlarga rivoj bersin. Shu bahona biza ham nima deydi, yaxshi odamlarga qiziq bo'lgan ishlar bo'lib qoladigan bo'lsa, Abdurahmon akam bilan birgalikda sizlarga murojaat qilamiz. Rahmat. Demak, Abdurahmon akam bilan Abdurashid boshchiligidagi chiroyli, yengillik bo'lib turgan xonadonlar, bir qanaqadir kreativniy joylarni ko'rsatishda davom etamiz. Xayr salomat bo'ling. Xuddi shunaqa besetka, yozgi oshxona deymiz, qilmoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Nima deyishim kerak o'zi bu to'g'ri? Yo'q, misol uchun, hozir bir sekund to'g'risi. Yo'q, maslahat. Xo'p, nimani yana aytsak bo'ladi o'rtoqlar? Keyingi yumizda ko'rish turida nimalar yana kutyapti bizani? Yashin. Eslaysa ketib o'tishi kerak. To'g'ri. Hamkorlikda bular bilan, ha? Hamkorlikda, masalan, sizni qanaqadir yana ishlaringiz bo'lsa ko'rsatadigan. Yo'q, ketyapti. To'g'ri aytyapti Jalol. Masalan, sizlarni hamkorlikda qilgan yana ko'rsata oladigan joylar bormi deyman? Ish qilingan, lekin o'tlarni ko'rsatish juda qiyin. Lekin shu job boy. Lekin zo'r ish. Kuchni Ko'rsangiz kuxnya ham. kuxnyachi. Xullas uni ko'rish kerak-da. Basseyn, misol Hozir uchun. bir ko'rsatib o'tiradigan xonada o'shami? Yo'lini ko'rsatuvdim bularga. Вообще adrashsizga. Basseyn. 20 metrli basseyn. Endi o'shani ham ko'rsatmaymiz. Endi tip o'shangacha darajaga chiqib qolamiz, lekin baribir.